Payg'ambarimiz aytganlar, agar bu dunyo ichidagi hamma zeb ziynatlari bilan Alloh taoloning nazdida chivinni qonatishchalik qadri bo'lganida, bu dunyodan bu kofirga, bitta kofirga bir ho'plam suvni ham bermagan bo'lar edi. Siz bilan biz intilib o'lib qolayotgan, kesa quvonib, topolmasak siqilayotgan mana shu dunyoning matohi, shu dunyoda zeb ziynati Allohning nazdida chivinni qonatishchalik qadri bo'lganida kofirlarga bir ho'plam suv ichirganchalik ham bermas edi. Chunki bu narsalarni maqsad qilib yugurishlik to'g'ri emas edi musulmonga. Rizqinga yozgan banda, janovi. Onasini qorniga joylashib 121-kunga to'lgan kuni Alloh taolo uni rizqini yozib qo'ygan. Siz uni g'am qilsangiz ham o'sha keladi, g'am qilmasangiz ham o'sha keladi. Sizdan faqat mehnat qilib qo'yish sababini qilib qo'yishlik. Lekin shu narsani maqsad qilib boshimizga kiyib olganmiz. Topayotganlar endi topolmayapmiz-da, bo'lmayapti desa, topayotganlarga ham yetmayapti, ishonaveringlar. To'g'rimi? Topayotgandan so'rangda, avvalgidek emas deydi.